Ya aka chexol zo'r ekan. Menga yo'qdi. Olaman, nechta? 300 ming. Ya aka, mana o'zi ham niyat qilib yiqqan edimda berib yuboring. Chexol olguncha 10 kun oldin radarga tushgansan. 5 kun skitkasi bor. To'lab qo'y shuni. Ha, onasini ezma. Har qadamingdan radar. Men aka olib qo'ying, lekin sotib yubormay olaman. Endi pul yig'dim deganda radardan xat kelib turadi. Ya olib kelgin. Oka, bafriz qirildi-yu, Zazori ham qochgan, yangisini qo'yish kerak. Nech pul bo'ladi yengisi? Qo'yib berish bilan 1 million bo'ladi. Bo'lmasa yangisini bosib yuboring. Shoshma, bamper kutib turishi mumkin, lekin jarima kutib turmaydi. To'xtash mumkin bo'lmagan joyda to'xtagansan, 700 ming jarimani to'lab qo'y. Bo'lmasa qayoqqa qo'ying mashinani? Hamma yoq zaprishon bo'yapti. Yoki siz ham bamper qo'ymay turing, o'zim oxiraskiga deb bo'yab qo'yaman. O'rtoq, bemalol yevr, bugun men to'layman. Rahmat o'rtoq. Hafta ketdi to'layman deb jarimalaring qara ko'payib ketganini. Remeni ertaga sudga chiqadi. To'lab qo'y. Jonim yetib ketdi. Bor, mashina haydab ishlab to'layver. Bo'ldi. Mashinamni sotib yuboraman endi. Bu yoqqa peshgon yuraman. Ukamamchi Rossiyadan pul chiqarib yuborgan. Nimagadir kelmayapti. Nega asabiylashasan o'rtoq? Mana yangi Milliy Pay degan ilova chiqqan. Bunda Rossiyadagi vatandoshlarimiz O'zbekistonga Humo, Uzcard, Visa kartalariga to'g'ridan-to'g'ri pul o'tkazsa bo'ladi. Keyin Rossiyadan turib borib, kommunal to'lovlar, jarimalarni shu yerda to'lasa bo'ladi. Hozir Rossiyadagi yurtdoshlarimiz hammasi shuni ishlatishyapti. Bo'lmasa men ukamga telefon qiling, Milliy Pay ilovasini skachat qilib olsin. Aka, zo'r krasovka ekan. Menga yoqdi. Urib bering, kakras peshga yuraman, mazaqqa yuraman. To'xta. Voy, nimaga kelding? Ha, mashina haydamayman-ku, peshga yuraman-ku. Yo'q, mumkin bo'lmagan joydan yo'lni kesib o'tgansan. Jarima 125 ming to'lab qo'y. Onasini yetsam, yo'qali. Yashashga bergin. Ko'karmas ekanmiz-da. T'écoutes la plaque, Marisol, ça décoiffe. T'as à côté de la plaque, Marisol, ça décoiffe.